Sizning restoraningiz kuniga 1 milliondan 5 milliongacha sof foydani yo'qotyapti. Bu degani sizning kassangizda o'g'irlik bo'layotgani emas, ayniki mehmonlar bilan to'g'ri skript bo'yicha ishlamayotganlar ofisantlaringizni. Bugun siz bilan eksperiment o'tkazib ko'ramiz. Kollegamiz Bilol ofisant rolida mehmonlar bilan qanaqa qilib skript bo'yicha to'g'ri ishlashni ko'rsatib beradi. Assalomu alaykum. Tanlab oldingizmi ekan? Assalomu alaykum. Menga chiroqchi salat bormi? Chiroqchi salat bor ekan. Chiroqchi menga 4 ta qiyma shashlik, 4 ta qiyma, xo'p. bitta non, Hop, non bitta. choy, limonli choy bormi? Limonli choy bor ekan. Xo'p. Qarang aka, mana bunaqa qilib beray sizga. Shashlik olgan ekansiz. Shashlikga to'g'ri keladigan bizda ikki xil sos bor. Oddiy tomatli sos bor va naturalniy bor. Menimcha sizga naturalniysi zo'r to'g'ri keladi, chunki yeganingizda maza qilasiz, okay? Bo'ladimi? Naturalniy. Da, naturalniy zo'r, okay. Men maslahat beraman. Hop, limon choyi o'rniga agar xohlasangiz, bizda shunaqa choylarimiz bor, fruktoviy, именно shu pog'oyaga to'g'ri keladigan. Menimcha sizga markanskiy qilib beraman. U yerda yagidalar bilan o'tlar birlashgan, mazasi rostdan zo'r. Limon choyi просто har doim, har kun ichishingiz bo'ladi. Просто mana anaqa bilan ichib ko'rsangiz, prям maza qilishingiz mumkin. Bo'ldi. Xo'p, bo'ladi aka. Bo'ldi aka, unda sizda qarang, bitta chiroq salat bo'ldi, 4 ta qiyma shashlik bo'ldi aka, non beryapman, naturalniy sos qilib beraman, limon choyi o'rniga men sizga yagida choy qilib beraman, to'g'rimi? Yaxshi o'tiring aka. Biz hozir zaldan qaytib keldik. Meni 30 sekund vaqtim ketdi to'g'ri narsa qilishga. Men hozirlik ko'rsatib beraman. Sizni agar restoraningizda ofitsiantlaringiz обученный bo'lsa, qanaqa sizga foyda olib keladi. Xo'p. Oddiy ekonomikaga tushuntirib beraman. Mehmonimiz bizga 4 ta shashlik zakaz qilgan. Narxi 18 mingdan. Xo'p. Buni себестоимости 9 mingdan. Получается biz bu shashlikdan 36 ming so'm pul ishladik. Endi sousimizni narxi 12 ming. Себестоимости 2 ming. Fruktoviy choy. Себестоимости 35 ming. То есть sotilish narxi 35 ming, себестоимости 7 ming. Endi qarang, men sizga bitta narsani ko'rsataman. 4 ta shashlikdan siz 36 ming pul ishlab o'tirdingiz. Sizga to'g'ri обученный официанtingiz bu yerda 10 ming. Общийsida 10 ming. И 28 ming foyda olib keldi. Bu degani 36 ming shashlikni o'zida ishlayapsiz, sizga to'g'ri ofitsiantingiz 38 ming pul olib kelib beryapti. Bu oddiygina sizga kichkina narsalardan hozir bitta narsa ko'rsatib beramiz. 38 ming, 36 ming. Bu do'p продажада qilsa bo'ladi. Bu narsa to'g'ri sotilishi kerak, bu narsani to'g'ri qilish kerak. Buni mehmonni majburlamagan holda, rostakasi mehmonga foyda olib keladigan, mazasini o'zgartirib beradigan narsalar qilib turib, mana shunaqa narsalarni o'zgartirib olsa bo'ladi. Faqat 36 ming ishlab kam foyda qilish tanlaymiz yoki shu 36 ming ustiga yana 38 ming qo'shib, yana ham продажani ko'tarishni xohlaymiz. Xo'p, endi bu 38 ming sizga o'zi nima beradi? Kuniga nima beradi? Oyiga nima beradi? Shunaqani bitta gaplashdik. Xo'p. Sizda bir kunda 100 ta stol bo'ldi deylik. Shu 100 tani biz gruboyisini olamiz, 50 tasiga to'g'ri sotuv qilindi. Nimaga 50 tasi? Chunki 100% stolingizdan 100% oladi degani emas, yoki qaysidir ofitsiantingiz yetmagan nimadir bo'lgan, shu narsani hisobga oladi. Xo'p, biz endi bu 50 ni ko'paytiramiz 38 mingga. Chunki biz o'sha to'g'ri do'piradan hammasini qo'ydik, to'g'rimi? 38 mingga ko'paytirdik. Xo'p. Hozir men sizga hammasini ko'rsatib berishga harakat qilaman. 38 ming ko'paytiramiz 1 sekund 50 taga. Elastamiz. 1 million 900 bot. Bu bir kunda. Endi shuni biz agar hammasini qo'ydingiz, bu narsa ishlayapti. Shuni biz hozir 30 kunda qanaqa foyda olib kelishini hozir ko'rsatamiz. 57 million pul bor. $57 million bu sof foyda. Bilasizmi? Chunki bu narsani hamma narsasini to'g'ri hisob kitobini qilgansiz. Sizga bu rostdan ham ko'proq foyda olib keladi. O'zi to'pov ovqatlaringizdan tashqari bu prosta yonida keladigan do'p продажа sizga oyiga 57 millionga aylanishi mumkin. Xo'p, hozir men sizlarni nima o'ylayotganingni bilaman. Xo'p, bular o'zi Toshkentda, bu qimmat restoranlarda ishlaydi. И так далее deb o'ylashingiz mumkin. Milliy taom bo'ladimi?
kafe bo'ladimi? Oddiy qattagidur kichkina kafenya bo'ladimi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizga agar odam kiryapti, ovqatlanmoqchi, shu ovqatiga siz qanaqadir yana hissa qo'shishingizga, ovqatining rostdan ham o'sha narsani qo'shib yeganini maza qilishiga yordam berib, pul ishlasangiz bo'ladi. Bu narsa vaqti farqi yo'q, qanaqa zaryadsiz. Xullas, agar sizda menyu bo'lsa, mehmon bo'lsa, ishlashga желание bo'lsa, bu yerda qilsa bo'ladi. Siz biznesmen sifatida agar bu narsalarni qilmayotgan bo'lsangiz, pul yutqizayotganingizni biznes tomonlama ko'rsatib beramiz. Обучение qilmasangiz, nima tomonlama yutqizayotganingizni hammasini ko'rsatib beramiz. Qo'shimcha sotuv, do'p prodaja degani bu bir xil gaplarni aytish degani emas. Ayniki nima biluvda, qaysi biluvda bilan nimalarni sotishni anglatadi. Agar sizda sistema o'rnatilmagan bo'lsa, sotuvingiz katta bo'lsa ham foyda ola olmaysiz. Bu 7 qismdan birisi. Bu hammasi bir arxitektura sistemada ishlashi kerak. Hozir biz sizlarga bitta kichkina qismini ko'rsatdik. Agar siz shuni общий hammasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Xorik akademiya sistemasi bo'yicha pastga silka qoldiramiz. Silka orqali o'tib, polni batafsil arxitekturasi, polni tizimni o'rganib chiqish bo'yicha videosini ko'rsangiz bo'ladi.